Hurmatli hamkasblar, matbuot anjumanimizning ikkinchi qismini boshlash arafasidamiz. Ertaga bo'lib o'tadigan Superkubok bahsi Neftchi hamda Paxtakor jamoalari o'rtasidagi o'yin oldi matbuot anjumani. Bu safar Neftchi jamoasi vakillari jamoa bosh murabbiyi Islombek Ismoilov hamda jamoa sardori Anvarjon G'ofurovlar ishtirok etishadi va sizlarning savollariga javob berishadi. Savol-javoblarga o'tishdan oldin odatdagidek murabbiy va futbolchidan ertangi o'yin haqida, tayyorgarlik haqida qisqacha fikrlarni eshitamiz. Islombek, ertangi o'yinga tayyorgarlik haqida, umuman raqib haqida ikki og'iz qisqacha. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hop, ertagalik o'yinga biz o'ylaymanki yetarli darajada tayyorgarlik ko'rdik. Endi bu final, asosan finallarda taktikadan ko'ra ham ko'proq futbolchilarning xarakteri birinchi planga chiqadi. Shuning uchun ertaga maydonda umid qilamizki, jamoa o'zini eng jangovar xarakterini ko'rsatadi. Rahmat javob uchun. Xuddi shu savolni jamoa sardoriga ham beramiz. Ertangi o'yin haqida, tayyorgarlik haqida, futbolchilarning kayfiyati haqida. Avvalambor assalomu alaykum. Ramazon oyi bilan hammani tabriklayman. Biz bu o'yinga Xudo xolasa yaxshi tayyorgarlik ko'rib keldik. Ertangi o'yinga maksimal tayyormiz. Xudo xolasa ertaga trenerning ko'rsatmalarini bajarishga harakat qilamiz. Rahmat javoblar uchun. Ana endi savollarga o'tamiz. Bitta qo'linglarni ko'tarib, nima qilsanglar shunga qarab savollarga o'taveramiz. Neftchi tarkibida sifatli futbolchilar juda ham ko'p, ayniqsa hujumchi sig'ida rang-baranglik juda ham yetarlicha va Superligani istalgan boshqa klubida asosiy tarkibda o'ynashi mumkin bo'lgan ayrim futbolchilar Neftchida zaxirada qolib ketyapti. Bu sizga qanaqadir muammolar keltirib chiqarmayaptimi? Bu muammoni umuman qanaqa bartaraf etmoqchisiz? Futbolchilar baribir ayrimlarda ego bo'ladi, buni yengish uchun. Albatta, har bir murabbiy jamoasida shunaqa yaxshi saviyadagi futbolchilar ko'proq bo'lishini xohlaydi. Bu albatta yoqimli og'riq, yoqimli bosh og'rig'i desa ham bo'ladi. Biz futbolchilar bilan barchasi bilan doimiy ravishda o'sha suhbatlar olib boramiz, ularga tushuntiramiz va albatta har bir uchrashuvda har bitta futbolchiga imkon qadar o'sha imkoniyatimizdan kelib chiqib o'yin amaliyoti berishga harakat qilyapmiz va kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ko'p uchrashuvlarda o'sha rotatsiyalar qilyapmiz. Shu bilan o'sha jamoadagi balansni to'g'ri ushlab turishga harakat qilyapmiz. Va futbolchilar ham professional, ular ham masalan albatta jamoaga kelishidan oldin bu yerdagi holatni, hamma narsani bilgan, raqobatga tayyor bo'lgan holatda kelgan. Bu o'ylaymanki faqat jamoani foydasi uchun xizmat qiladigan holat. Rahmat, savollar bo'lsa. Avvalambor assalomu alaykum Islom aka. Bilamiz katta finallarda dastlabki daqiqalardan gol urib olish bu juda ham katta ruhiy ustunlik va sizda dastlabki daqiqalardan bosim qilib gol olishmi yoki ehtiyotkorlikka e'tibor qaratishmi ertangi finalda? Endi albatta har bitta jamoa tezroq gol urishga harakat qiladi. Shular qatorida biz ham biz o'yin uslubimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha doimiy ravishda raqibga bosim uyushtirish va harakat qilamiz. Agar o'yin boshida gol uradigan bo'lsak, bu bizga qo'shimcha yana motivatsiya beradi. Avvalambor assalomu alaykum Islom aka. Ertangi finalda omad tilayman. O'sha Ikrom Aliboyev haqida so'ramoqchi edim. U ertangi uchrashuvga tayyormi 100%? Adashmasam shu jarohatdan tiklanish bo'layotgandi. Albatta, Ikrom Aliboyev ertaga uchrashuv uchun 100% tayyor holatda. Bilan o'yinlar juda keskin bo'ladi. Bu jamoamizda Superkubok bahsida jamoamizdan ustun tomoni nima deb o'ylaysiz? Ustun tomoni nima deb o'ylaysiz jamoamizni? Hop, endi jamoani aynan endi Paxtakor bilan solishtirib ustun tomonlarini aytishim noto'g'ri bo'ladi. Umuman jamoa holatiga keladigan bo'lsak, hozir
ajoyib holatda jamoada muhit yaxshi, kayfiyat yuqori darajada. O'sha 3 ta qatorasiga g'alabadan keyin futbolchilarda o'ziga bo'lgan ishonchi baland. Shuning uchun o'zimizni holatimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, biz ertagalik uchrashuv uchun 100% tayyormiz va harakat qilamiz o'sha raqibdan ustun tomonlarimizni bu yerda og'izda emas, balki maydonda ko'rsatishga. Marhamat, kimda yana savollar? Assalomu alaykum. Ertangi o'yinda hujumkor o'yin namoyish etasizlarmi yoki bo'lmasa himoyaviymi? Xo'p, doimiy ravishda hujumkor futbol namoyish etishning iloji yo'q. Jamoa qaysidir holatda himoyalanadi, qaysidir holatda hujum qiladi. Bu hujum bilan himoya bu futbolda ajralmas bir qismi. Shuning uchun biz ikkalasida ham o'sha yetarli darajada aniq o'ynashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Ertangi o'yinga omad tilab qolamiz. Islom aka, bilamizki, oxirgi marotaba Neftchi va Paxtakor uchrashganda 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchragan Neftchi qaysidir ma'noda ertangi o'yinni revansh hisobiga o'zini qasosini oladi Neftchi deb hisoblasak ham bo'ladimi? Hop, biz hech qaysi uchrashuvda qasos uchun maydonga chiqmaymiz. Aksincha, o'sha o'zimizni o'yinimizni sifatli futbol namoyish etish uchun maydonga chiqamiz. Har bitta o'yinda biz g'alaba uchun maydonga chiqamiz. Shuning uchun bu yerda hech qanaqa bizda qasos olish degan tushuncha yo'q. Aksincha, biz o'sha maksimal harakat qilamiz g'alaba qozonish uchun. Bilamizki, Neftchi prinsipial raqiblarga qarshi juda ham yaxshi harakat qiladi. Bu raqibni to'liq o'rganganlikda va ertangi uchrashuv oldidan ham Paxtakorni qaysidir futbolchilarni individual hujumkor futbolchilarni individual qo'riqlash uchun futbolchilarga nima deydi, vazifa topshirdingizmi yoki umumiy kartinadan kelib chiqqan holda qarshilik ko'rsatasizlarmi? Albatta, jamoani chuqur o'rganib chiqdik. Har bitta mayda detallargacha e'tibor qaratdik. Endi himoyalanishga keladigan bo'lsak, biz personalni himoyalanmaymiz hech qachon. Raqibni har bitta futbolchisiga o'sha jamoa bo'lib himoyalanishga harakat qilamiz. Aynan qaysidir futbolchiga o'zimizni futbolchimizni biriktirib himoyalanmaymiz. Avvalambor assalomu alaykum sizlarga. Ertaga final oldidan ikki jamoaga ham omad tilaymiz. Umumiy olganda shu Paxtakor o'tgan turdagi uchrashuv mag'lubiyat bo'ldi. Kutilmaganda raqibni o'rganish, ya'ni o'sha o'yindan kelib chiqib tahlil qilinmagan bo'lsa kerak. Katta ehtimol qanchalik shu Paxtakorni o'rganish qiyin bo'ldi. O'tgan o'yinni hisobga olgan holda o'tgan o'yinda Paxtakor deyarli hech nimasi o'xshamadi. Xo'p, bitta o'yinga qarab baho bermaymiz raqibga. Raqibda oxirgi o'sha 5 ta uchrashuvlarni ko'rib chiqamiz. Mana o'tgan yil 2 ta oxirgi uchrashuvni, undan tashqari bu yilgi chempionatdagi 3 ta o'yinni o'rganib chiqdik. Albatta, bu oson jarayon emas. Bu juda katta vaqt hamda diqqat talab qiladigan holat. O'ylaymanki, Paxtakorni yetarli darajada o'rgandik va o'zingiz aytib o'tganingizdek, oxirgi o'yiniga qarab xulosa qilganimiz yo'q. Paxtakor bilamiz, O'zbekistonda eng yaxshi jamoalardan biri. Javob uchun savol. Ikrom Aliboyev 100% tayyor deb aytib o'tdingiz. Agar Ikrom Aliboyev 100% tayyor bo'lsa, uni Jokich bilan almashtirasizmi yoki ikkita hujumkor yarim himoyachi Yovich yoki Iskanderdan birini zaxirada o'tiradimi? Bu agar ochiqlab olsangiz, aytib o'tsangiz. Balki Ikrom Aliboyev o'ng tomon qanotda o'ynar. Topamiz. Shuncha futbolchiga topyapmiz, Ikromga ham topamiz. O'tgan o'yindan keyingi matbuot anjumanida siz bir qiziq fikr aytdingiz, ya'ni har o'yinda o'sha statistikalar yangilab boryapmiz dedingiz. Ertaga qaysi bir antirekordni buzmoqchisiz? Endi bu Neftchi tarixidagi ilk marta o'sha Superkubok finali, ilk marotaba. Shuning uchun harakat qilamiz butun jamoa bilan tarix yozish uchun. O'ylaymanki, biz buni uddasidan chiqamiz. Savolim futbolchiga Anvarjon, hozir bosh murabbiy aytib o'tish bo'yicha jamoa Superkubok uchrashuviga juda ham tayyor. Futbolchi sifatida jamoadoshlaringiz va o'zingiz o'yinga qanchalik tayyorsiz deb javob bera olasiz va
Neftchi tarixidagi birinchi Superkubok finali sizlarga qanchalik hayajon olib kelyapti? Albatta bu final hayajon bo'lishi aniq. Kayfiyatimiz yaxshi. O'yinga tayyormiz, xudo xolasa. Birinchi bu Superkubok o'zimda anaqam bo'yicha ham birinchi anaqa. Shunga hayajon bor. Bolalar bilan kayfiyat yaxshiligi uchun yaxshi tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ertaga xudo xolasa tayyormiz. Savollar bormi endi? Futbolchiga avvalambor assalomu alaykum. Anvar aka, shu bu hamkasblarimiz aytib o'tgandek, Neftchi o'tgan mavsumda ikkita o'yinda ham Paxtakorga mag'lub bo'lgandi va ayniqsa birinchi davrada natija kutilmagan bo'lgandi. Shu 1 yilcha bo'lib qoldi, aprelda bo'ladi o'sha. Umuman olganda o'sha natijani endi izoh emas, o'sha natija ertaga takrorlanib qolmasligi, o'zi shu haqda o'ylayapsizlarmi? Birinchi davra o'yinini eslasangiz. Va alaykum assalom. Bu endi o'yin o'tib ketgan o'yin, istoriya. Biz o'tib ketgan o'yinga e'tibor qaratmaymiz. O'sha ertasi kuni o'yindan keyin unutamiz. Baribir bu o'ziga yarasha final. Finalga baribir puxta tayyorgarlik ko'rdik. Hech qachon mag'lubiyat uchun chiqmaymiz. Bor kuchimiz bilan muxlislarimizni xursand qilamiz deb o'ylayman. To'xtab turinglar, matbuot anjumaniga belgilangan vaqt bor. Shunga yaqinlashib kelayotganimiz uchun oxirgi ikkita savolga imkoniyat beramiz. Qo'linglarni ko'tarsanglar, men kim berdi, bungacha bermadi. Kim bor yana? Kamol aka, marhamat. Birinchi savol. Islom aka, ertangi uchrashuv oldidan jamoa o'sha 100% natija bilan kelyapti. 9-0 3 ta g'alaba. Raqibi esa aksincha mag'lubiyat bilan tekisroq o'yin bilan kelyapti. Mana shu holat futbolchilar biroz xotirjamlik hissini uyg'otib qo'ymasmikin? Bu bo'yicha ham ishladinglarmi? Bu bo'yicha futbolchilar bilan gaplashganmiz. Endi o'z nomi bilan final bitta o'yin uchun ikkala jamoa ham yetarli darajada jangovar ruhda tayyorgarlik ko'radi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu hech qanaqa futbolchilarni bo'shashtirmaydi. Aksincha, ertaga futbolchilar chempionat o'yinlariga qaraganda ham ko'proq xohish va istak bilan maydonga chiqishadi. Oxirgi savol, marhamat. Paxtakor bosh murabbiyi Kamoliddin Tojiyevga savol berildi. Ya'ni oxirgi uchrashuvlardan kelib chiqqan holda 3 ta g'alaba qozonib kelyapti Neftchi va qaysidir ma'noda Neftchi favorit emasmi deganda, yo'q, ichki chempionat o'yinlari boshqa, Superkubok alohida bittalik o'yin boshqa dedi. Siz bunga qanday qaraysiz? Albatta, finalda istalgan natija bo'lishi mumkin. Shuning uchun finalda favorit yo'q, balki ikkala jamoa ham o'sha munosib. O'ylaymanki, ertaga kim ko'proq xohlasa, o'sha boshida aytib o'tdim, finallarda taktikadan ham ko'ra ko'proq ruhiy holat hamda o'sha xohish, istak birinchi o'ringa chiqadi. Shuning uchun ertaga kim ko'proq xohlasa, kim ko'proq harakat qilsa, o'sha jamoa yutadi deb o'ylayman. Hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, ishtirokinglar uchun, savollar uchun rahmat. Bizda belgilangan vaqt tugadi va ishtiroki uchun jamoa bosh murabbiyi va futbolchiga ham rahmat. Ertangi o'yinda omad tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar.